naminglar o'zi için vanxon qilayotgan ishinglarniki qizdirish bilan munosabati yo'q. Bundan keyin torda undaq saxta mahsulotlarni aldab setib, shu vanbollar uchrab ketmasliklari uchun shu poqonlarni adalab, mayintinglarni tozalab beradigan bir necha jamuqalarni oldin tayyorlashinglarni samimiy umid qilaman. Uningdan boshqa saxtaliklarning oshkoralanib butun el xalq oldida sharmanda bo'lishning oldida mush ancha-muncha saxovatlarni qilib, videolarni ishlab taqib turishinglarni samimiy umid qilaman. Xuddi binodan sakrab o'lishning oldida sug'ur setib olgan o'xshash. Yani onundan başka vaqtinglar bilan iqtisodinglar yar berib qolib qolsa, sayyaningni beltini qo'yinglar. Ish chiqib qolib qolsa, hammasi tikvitishga yordam bo'ladi. Kameni pega bayonlarga chashana yo'li parantimlarga kelganliklarini qizg'in qarshilamak ko'pchilik. Ssenariyalarga cho'mib, cho'kib, tiliqib, haqsizqidek bo'lib yashayapmiz ko'pchilik. Saxtlıqlarni qilyapmiz, aldamchiliklarni qilyapmiz, to'xtatmayapmiz. Hattoki mush saxtlıqlarni qilayotgan, aldamchiliklarni qilayotganlarninki mush shundoq bir büyük pellerge yetib ekanki bular. Bular o'zining qilayotganlarini to'g'ri deb biladi ekan. To'g'ri deb hukm qiladi ekan. Qilchilik xatosi yo'q deb. Hatto mening gunohim yo'q deb mush meydisining oldiga urib keyindan chiqib so'zlayadi ekan. Sening xatoliging bormi yo'qmi, jinoyating bormi yo'qmi, sening degan hisob emas. Bunda qonunga qaraymiz, bilib ol. Torda azdan onu bunu setib tirikchilik qilishning hech qanday ziyni yo'q do'stlar. Biz ularni g'ajimaymiz, ko'lamaymiz do'stlar. Faqat xato qilayotgan, to'g'ri ishni xato qilayotgan, aldamchilik yetkazib qo'ygan, benormal usullar orqali, qonun xilof usullar orqali bunday ishlarni murakkab qilib qo'ygan nurg'un kishilar bor. Biz faqat shular to'g'riliq so'zlab qoldik. Buningdan keyin mening bir aslo-aslo bo'lgan tavsiyam, shunday torda uni buni satqisi kelib boqadigan, shunday durust ish, to'g'ri ishni yoqtirmaydigan, shu saxt mahsulotlarni setib bir xalqni aldab boqsam deb o'ylab yuradiganlarga ben bir neçe türlü bir tekliften gelip geldim. Çünkü onlardan çıkarıp tavsiye kılıvatım. Şimdi bir oyuncu bakkan bolsanglar. Evvela başlamış, yininglarda, poqonlarni adalab, mayintinglarni tozalab beradigan bir jamuqa, nam kuchuklar bo'lish kerak ki. Aran keyininglarni barang chiqarib beradigan. Bundaqlar ish boshlagan vaqtinglarda yordamlashib, taq deb uni buni qilishib berdik. Anandan keyin sizlar haqida qarshi gap qilganlarni tilish beradi ekan bular torda. Og'zini buzib maynat gaplar bilan. Anandan keyin bir vaqa bir ajda aldamchilik rasmiy oshkorlanib qolgandan yog'izi bular qo'rqmay maynatchilikni ustiga ola oladi ekan. Mana og'illarimiz, xumslar, okimizni setib etganlikdan mushtaq bo'lib qoldi. Kemmiganlar bir gap abi. Og'amchi o'nab qo'yapti-ma deydigan isamkamniki bir yumur bo'ldigan. Isamkam bu og'amchi deganga o'nab qo'ygan odamdas, bu og'amchi mening degan afkam. Xalsam so'mab qo'yma degandek. Kemmiganlar bir gap hamda bu. Mushtaq bir ikki nan kuchga Cuğuz çıpalığın nandan vaqtları yininglarda bo'lsin. Bir aylık bir neçə min ko'dani bəsanglar yalaxçılıqlarını qılgan. Keyin çatqanlar chiqib qolsa, poqon şular ishtirib qo'ysizlar, shularni setib etgan bo'ladi. Shular sizlarni ozdirib, asli aqling yo'q, mingit bir aqli buzuq emasmisizlar? Avlar sizlarni aldab ketgan bo'ladi. Ishtiqlan nuqta yo'tkab, poqni o'siriq deyib, ananga döngab qo'ysizlar. Sizlar xotirjam, yana el qalbirga vanxon bo'la olasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchi diqqat qiladigan nuqtalar bo'lib qolsa, cho'qim mush torda mahsulotlarni setish, nam chiqarishlardan burun shuni aralashtirib yoki shuni oldi keyinlarda saxovatlarni ko'proq qilib beranglar. Shu ananglarni yo'qlamagan, urug' tuqqanlaringlarni yo'qlamaganlar, so'rab yurib, ko'cha mahallalarda, yo'llarda, doktorxonalarda chim og'riq, chim qiyinchiligi bor degandek, ularni oldiga berib rasmlarga tortib chiqarib turib qo'linglarda Ştoqan pulini aşağı ko'rishlarni ishlab qiladilar. Manda bo'lgan chaqda keyin aldamchilik qilgan vaqtinglar, saxt mahsulotlarni sotganlar bayqilib qolgan vaqtida sizlarniki go'mashtiringlar, non kuchuklar darhol chiqib, "Okimiz degan manda saxovatlarni qilgan, men unutib qolmanglar. Okimiz degan manda saxovatlarni qilgan, men unutib qolmanglar. 10 ishni yaxshi qilib, bir ishni xato qilsa, shuning bilan eslolmanglar." deb manda so'zlashga foydasi bo'ladi. Shundan o'ylan ayliqqa yavatqinni og'ziga yedimi yoki boshqa yerga yedimi uqmaydigan ba'zi bir vanxonlar borki. Undan shunaqani bildim, ularni chiqib so'zlashib berdi ekan. U odam mancha oilani qutqizib olgan. Ayni vaqtda men manda bo'lgan chaqda, o sening sana qilgan yaxshiligi, xaysan, u boshqa ish biz shuni yaxshilik qilib saxovat qilib demidoq birinchidan, ikkinchidan yaxshilik qilgan bo'lsa, saxovat qilgan bo'lsa, u shu bo'yicha mana. Bunun saxtılığı, aldamçılığı, bu başka gap, bu başka yolda mı? Kanunun aldığı verip, cinayet cevapkarlığının bakiyen dese, ben ilgiri, manda yaxşılarını, manda saxavat işlerini qilgandim, dese, onun nimdeydi?
A saxavatiga mening jinoyatni kemaytib beramda yoki yo'q qilib o'tamda. Shunga amalning bericha jiqroq saxovat qilayotganlarni shu jiqroq sunlarga elib tayyorlik qilib olinglar. Sizlarga dalda bo'ladi ananda. Üçüncüsü bo'lib qolib qolsa, mushu bir sayyorlardan bir mumkin bo'lib qolsa, hech bo'lmaganda bir sayyorlarning oldin Allah bir berib kelish beltini oldin tayyorlab oling. Meningdan bir tasadduq, tuyuqsiz bir uxlab qolib bir vaqtga uchrab ketib qolib qolsanglar, men kunlarga bayramlik deminish degandek to'g'ri gap qilsam bilet topolmay qiynalib qolsam mana shundan qechilishinglarga sal daxlsiz bo'lib qoladi. Shunga har vaqt yininglardan bir poyezd bileti, aeroplan bileti, hech bo'lmaganda bir oplik mashinaning bileti olsam ayrilmasin. Gapsiz bo'lib qolsa, g'achchid ana dengiz bo'ylariga berib olishlar, koni qaydilib qoldi. Dengiz bo'ylari qarab turib, "Hayot sabrida" deydi birisi. "Ko'rinmaslar" deb bit nazm o'qiydi birisi. Dengiz okeanlarni kezib qo'yishlar, sunmayman. Önkürden chiqib G'arbiy dengizdan o'sib o'tgandek holatlarda bir to'ng'ishlardi. Shunda bir xil ishlarni baldiroq tayyorlangan. Maningda o'zinglarniki bu soxtalikni, aldamchilikniki oshkorlanib ketgan vaqtlarda sizlarga belgilik bo'lsa-mu, o'zinglarni qalqon bo'ladigan bir ishlar bo'lgan bo'ladi. Lekin unutib qolmang, qonunning jazosidan hargiz qochib qutulmaysiz. Elning ko'zi ellik. Elning ko'zi ellik.